Salom hammaga. Biz bugun Nordstrom Rak magazinga keldik. Hozir sizlar bilan qaranglar, yangi yilga mana bunaqa pechenkalar qiladigan narsalar qo'yishibdi. Narxini $21.97 ekan. Bolajonlarga mana shunaqa pechenkalar qiladigan narsalar. Mana bunaqa qaranglar, og'ir ekan. Ichida har xil mana pechenye qiladigan narsalar. Mana bitta qaranglar, kitoblari bilan birga. Mana bitta ham mana ice, bu nima deydi, muz qiladigan. Mana bitta mana milkshake'lar qiladigan har xil narsalar yangi yilga qo'yishibdi. Mana qaranglar, ustiga yopadigan bunaqa blanketlar, noskilar. Imенно hozirgi havoga mana mos. Bu qaranglar nech pul ekan? $70 почти, 69.97. Mana noskilarni qaranglar. $20 nechta pari ekan? 2ta pari noskilar. Har xil tsvetlari bor, qaranglar mana. Bu shunaqa zo'r magazin, lekin qimmat magazin ham hisoblanadi. Bu yoqda sumkalar, qizlar har xil brend sumkalari. Michael Kors sumkalari, qizlar. Mana qaranglar, Agslarni brendi, mana Ags brendi. Quloq so'ymaslik uchun shunaqa qaranglar, ma'mins shunaqa chiroyli turar ekan. Mana korичневый цвет ekanda. Tak, o'zini narxi mana 85 bo'lgan, hozir $50, 49.97 da xullas. Qaranglar, har xil tsvetlari bor ekan. Podarочный qilib qo'yishganda mana. Juda ham zo'r qilib qo'yishibdi. Podarочный qilib, mana bu yerda seri tsvetlari, qora, tegida mana bitta qaranglar. Bunaqa rozовый tsveti ham bor ekan. Juda ham zo'r qizlar, podarkalarga mana bersanglar, juda ham chiroyli qilib qo'yib qo'yishibdi. Mana har xil mana shapkalar bor, bu yerda Steve Madden'niki. Buni ham podarочный qilishgan, qaranglar. Narxi $25 ekan, qizlarjonlar. Qaranglar, mana bunaqa oq tsveti, qora tsvetlari bor. Уже mana yangi yilga har xil podarkalar chiqarishgan. Bu yerda полностью уже qishga mana shapkalar qo'yishgan mana. Narxini ko'rsataman, qaranglar, 100% kashmir deyapti. Narxi $40 ekan. Qaranglar. Har xil tsvetlari bor ekan. Bu yerda ham mana. Mana bular juda ham qalin. O'zi Ahayo baribir qanaqadir bizda turgan joy juda ham sovuqroq joy. Juda ham ko'p sovuq bo'ladi. Yoz juda ham ozgina bo'ladi qanaqadir bu yerda. O'shanga bu yerda ko'proq mana bunaqa issiq narsalar ko'proq bo'ladi. Qaranglar, mana. Buni ham $20 ekan, mana bu shapkasi bilan. Qaranglar qizlar. $85 ekan mana bu. Qo'llari mana bunaqa ekan. Qora tsvetlari mana. Yosh katta onalarga, babushkalarga olsanglar chiroyli. Bular $35 dan ekan aytganchi mana bular. Bular $35 dan, anu 85 ekan. Mana bular ham qaranglar mana. Bular $25 ekan, qizlar. Mana bular. Har xil tsvetlari bor ekan. Qaranglar mana. Burada ham mana podarочный qilib, mana bu brendni shapka sharflari $25 dan ekan, qizlar. Yo'q, $20, uzr, adashimman. Mana 19.97. O'zining narxi qizlar mana $58 bo'lgan. Har xil tsvetlardan bor, qaranglar. Bu yerda уже kosmetikalar, har xil kremlar. Endi mana bularni ko'ramiz. Qaranglar. Qalin ekan bu ham. $248 qizlarjonlar.
Tak, o'zini narxi 248, hozirgisi $60, 59.97. Har xil tsvetlari bor ekan, mana bunaqa qalini ham bor ekan, qaranglar. Bu уже mana qalin ekan. Mana bunaqa tsveti ham bor ekan. Mana bunisini ko'ringlar-chi. Bu yoqda mana bolalarning oyoq kiyimlari, qaranglar. Mana bu qaranglar. Blogi ana multikka mana uyda kiyadigan bolalarning tapichkalari домашний. Mana bular ham mana 20 so'mdan ekan. Tak, bu ham 20 so'mdan ekan. Qaranglar, bu yoqda o'sha bolalarning oyoq kiyimlari boshlanyapti. Bular hozir bu yoqda aralash qilib qo'yibdi mana. O'g'il bolalarniki kimdir qo'yib ketgan shekil. Skechers mana krossovkalari. Bular hozir mana bular yozgi bo'lganiga $15 skidkaga qo'yibdi qizlar. Nike mana krossovkasi rosa yengil ekan lekin 42.97 qizlar. Mana bu ham mana Nike o'g'il bolalarniki 36.97. Bu yoqda ko'proq mana skidkadagi narsalar. Menga anaqa kerak edi. Aytgancha Crocs kerak edi. Hozir ko'ramiz buni ham narxini. $30 qizlar. Rosa men shu Crocs yaxshi ko'raman-da. Bir to'g'ri zarar ham deyshadi, lekin imенно mana mashinasi yoqadi menga. Mana o'zining narxi 29.97. Bu yoqda ham mana Crocslar. Hammasi men bilan skidkada ekan, qaranglar. 20 so'mga qo'yib tashashibdi. Men bilani. Mana buni qaranglar. Steve Madden'niki ekan. Kichkina bolalarga aks bor-u, ugi shunaqa chiqarishibdi. Mana 29.97 ekan qizlarga. Qaranglar, bolalarning oyog'ini o'lchash uchun mana bunaqa narsa qilib qo'yishganda, bemalol bolalaringlar kelib, oyog'ingni qo'ygan, mana bunaqa mana o'lchasanglar bo'ladi. Nechinchi razmerligini shunda bilib olasizlar-da. Mana bu kattaroq o'sha bolalarning sayzlari, razmerlari. Shunaqa qilib oyoq kiyim tanlaysizlar bu yoqda. Bu yoqda o'sha mana bo'li kattaroq bolalarning o'sha oyoq kiyimlari. Qaranglar. Masalan, mana bu 29.97 ekan. Bu yerda детский akslarni, ya'ni ugilarni ham qo'yishibdi. Bu bolalarga, bolalarning razmerlari. Tak, narxini sizlarga hozir ko'rsataman. Agar yozilgan bo'lsa, bunisida yozilmabdi lekin. Mayli, lekin ko'rsatib ketaman sizlarga baribir. Mana qaranglar. Shunaqa tapchikali, mana bunisini qaranglar. Bolalarga mana. Mana bu ham kichkina ekan. Lekin narxi mana yozilibdi bu yerda 79.97 qizlar. Почти $80. Mana bunisini ham qaranglar. Kichkina bolachalarga mana. Mana bu yerda ham mana har xil etiklar. Tak, mana bunisini qaranglar, mana suv o'tkazmaydi deb aytibdi. Tak, yomg'ir suvli o'tkazmaydigan ekan mashinasi. Narxi, lekin narxini yozmabdi. Mana qora rangi ham bor ekan. Qaranglar, mana bu qizlarga. Mana bu etik masalan mana
$40 ekan. Buni ham mana waterproof degan, suv o'tkazmaydi deyapti. Bolalarga ekan bu aytinglar. Tak, buni ham hozir narxini ko'rib beraman. $54.97, $55 da. Mana bunisi $60 ekan qizlar. Bunisini endi ko'ramiz. Tak, narxi $40, $39.97. Mana bu rain bootslar, yomg'irga kiyadigan bootslar. Tak, o'zini narxi 50 bo'lgan, lekin hozir $30 ekan. Ko'rasizlarmi, bu yerda mana yomg'irga ham bor. Mana qizlarning etigi mana. Endi qaranglar, mana bunaqa qalin qishki koftalar $40 ekan. Juda ham qalin to'qilgan. Issiq o'tiradi kiyganda. Bunaqa garnishi mana. Mana bunaqa tsvetlari ham bor qizlar, qaranglar. Mana bunaqa tsveti ham bor ekan $40 ga. Juda ham qalin ekan lekin. Bu yerda mana bunaqa koftalar bor ekan. Qishki qaranglar, har xil tsvetlaridan. Tak, narxini ko'ramiz. Narxi yozilmabdi-yu. Koftani qaranglar, bu ham mana $35 ekan. Bu ham to'qilgan ekan, uzun, qaranglar, zo'r issiq ekan. Bu ham juda ham qalin kofta ekan. Tak, narxi $29.97, $30 ekan qizlar. Men bilan qaranglar, mana. Bu yerda kurtkalar mana. Mana bu Lucky brand ekan, mana $90 ekan qizlar. O'zining narxi $90 bo'lgan ekan. O'zining narxi yo'q, $268 bo'lgan ekan, hozir $90 ekan. Qaranglar, mana bunaqa qalin, mana. Tak. Oldi, mana bunaqa ochiq ekan, lekin juda ham qalin ekan. Qaranglar, mana $90 ekan bu ham. Mana bunaqa tsveti bor ekan. Keyin mana bunaqa tsvetlari bor ekan, Kate Spade'ga. Qaranglar, juda ham chiroyli, mana bu ham. Rangi juda ham yoqdi. Mana bunaqa rangi ham bor. Hozir sizlarga uzoqdan olib ko'rsatmasam, polностью telefonga tushmayapti. Mana bunaqa korичневый tsveti ham bor ekan. Anonsdan to'qroq bu. Ko'rasizlar, mana $90 dan ekan. Bu yerda o'sha kurtkalari, Cohen kurtkalari. Tak, kurtka почти mana 99.97. $100 da. Bu yerda ham mana kalta kurtkali ekan. Burada Michael Kors mana qaranglar, shapkalari $35 dan ekan. Rosa chiroyli qilib qo'yishibdi, lekin podarishni qilib. Har xil qaranglar, tsvetlar bor, serisi, oqi. Mana bunaqa tsvetlari ham bor ekan, mana $35. O'zining narxi $98 bo'lgan. Qaranglar, mana bunaqa qalin bubonchikli shapkalari ham bor ekan. Bular ham lekin $35 dan, mana qaranglar, juda ham qalin. Bu yerda ham mana qaranglar, korичневыйлari, har xil bordo va qora oq tsvetlari bor ekan. Podarkalarga juda ham chiroyli turadi, lekin kiysa ham zo'r. Qaranglar, mana bunaqa pijamalar, новогодний pijamalar ilishgan bolalarga, kattalarga. Masalan, menimcha 8 yoshga ekan. Mana qaranglar, narxi hozir aytaman, narxi $15 ekan qizlar. Mana bunaqalari ham bor. Buni narxi, buniki ham bir xilmikan, hozir ko'ramiz.
Buniki yozilmabdi, lekin bu juda ham yupqa ekan. Mana bu ham mana bunaqa tsveti ham bor. Qaranglar, mana bunaqa mana shtonimi sera ekanda, Happy Holiday deb yozilgan. Tak, bularning narxi, bunisining ham narxi lekin yozilmabdi. Qaranglar, har xil pijamalar ilishgan mana novogodniy qilib. Mana bu babylarga ilib qo'yishibdi. Bodilar, naskilar mana. Xullas, bugungi mini video sizlar uchun edi. Yana ko'p videolar olishga harakat qilaman. Like bosib, podpiska bo'lishni sizlardan chiqarmanglar. Rahmat. Qaranglar, men bilan ham podarishni qilib, o'tgan yil ham bir qo'yuvdim. Hozir sizlarga narxini yozgan bo'lsak, aytaman, mana $15 ekan. Qaranglar. Shunaqa podarishni qilib, mana chiqazishgan. Mana bu yerda bunaqasi. Qaranglar. Juda ham chiroyli qilib bularni shu bayramiga shunaqa chiroyli novogodniy qilib chiqazishgan.